Poytaxtimizdagi Humo Arenada stol tennisi bo'yicha nufuzli xalqaro turnir o'tkazilmoqda. Ushbu musobaqa Jahon stol tennis federatsiyasining taqvimidan o'rin olgan bo'lib, yoshlar o'rtasidagi eng yirik xalqaro turnirlardan biri hisoblanadi. Unda mamlakatimiz vakillari bilan birga Janubiy Koreya, Hindiston, Angliya, Avstraliya, Eron, Ozarbayjon kabi jami dunyoning 16 davlatidan kelgan 300 nafardan ziyod yosh tennischi 5 ta yosh guruhida sovrinli o'rinlar uchun kurash olib borishadi. O'zbekistonda ilk bor tashkil etilayotgan bunday nufuzli musobaqani maqsadi asosan yoshlar o'rtasida o'sha stol tennisiga bo'lgan qiziqishni oshirish. Ya'ni aholi o'rtasida ommalashtirish orqali bizni o'sha bo'lg'usi jahon chempionatlari, olimpiada o'yinlariga munosib bir tayyorgarlik ko'rgan holda yoshlar o'rtasida munosib nomzodlarni tayyorgarlik bosqichidan o'tkazishdan iborat. Xalqaro turnirning birinchi kungi bahslarida 13 va 17 yoshgacha bo'lgan sportchilar o'rtasida g'olib va sovrindorlar nomi ma'lum bo'ldi. Jumladan 13 yoshlilar guruhida yakkalik qizlar o'rtasida hindistonlik Daniya Godil, o'g'il bolalar o'rtasida esa saudiyalik Yusuf Hanifa oltin medallarga sazovor bo'lishdi. E'tiborlisi ushbu yosh guruhida vatanimiz sharafini himoya qilgan Eleonora Shiriyeva hamda Husan Iskandarov bronza medali sohibi bo'ldilar. 17 yoshli sportchilar o'rtasidagi qizlar musobaqasida barcha raqiblarini mag'lubiyatga uchratgan hamyurtimiz Arujan Kamalova shohsupaning eng yuqori pog'onasidan joy oldi. Yana bir yurtdoshimiz Adilina Hasanova esa bronza medali sovrindori bo'ldi. Ushbu yosh guruhida o'g'il bolalar o'rtasidagi musobaqada Diyorbek Dilshodov 3-o'rinni band etdi. G'oliblik esa eronlik Binyamin Farajiga nasib qildi. Shunday qilib birinchi kungi musobaqalarda O'zbekiston sportchilari bitta oltin va 4 ta bronza medalni qo'lga kiritishdi. Xalqaro turnir 31 mayga qadar davom etadi.